Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin toxtab gayrımızdan devam qılımız inşallah. İbn Malik rahimahullah deydi. İn yubtahis in yubtahis razamma ev fethin kulib ve ya in isra kesrin yenqalib deydi. Ama yukarıda o iki hamza bir kelimeninki beşi dikip kalıp ikkinchisi sakin bo'lgan bo'lsa asir asli asir degan o'xshash. Masalan, va tamin degan o'xshash. Mana ikkinchisi sakin bo'lsa, shundoq deb buni ikkinchisini hamzaga yana tabdil qilishyapti. Madga tegishtiryapti. Buning o'zini nima qiling? Yutyapti degan. Amana. Amana rasul degan. Amana aslisi. Amana mundaq degan. Qachon bir shart agar ikkinchi harfcho sokin bo'lsa, shundaqda. Hamzaning ikkinchi hamza, ikkamizning ikkinchisi sokin bo'lsa. Ammo sokin bo'lmay in yubtah. Agar zavarub qolib qanday qilsangiz buning deydi. Masalan, odam desak, uning jamisicho avadim deygamizda. Bu avadimning aslisi adimka. Adim. Desek ben ikki harf bo'ldi. Ikki hamzu bir kelimenin beşi geldi. Bunun ikkinchisi adim. Zavar oldu. Zamini oxiri kelibdi. Masalan, uni tasg'ir qilibdi yoki masalan tasg'ir qilibdi. Tasg'ir. In yuftah isra zammin aw fathin qulib in yuftah isra zammin aw fathin qulib vavan va ya in isra kasrin yanqalib. Eğer o zarb qilib qolsa, bir damning oqsub zarb qilibdi. O patav qilib qolsa, o'zini qanday qiladi? Yuqori deganda uni. Eğer uni ikkinchi harf nima bo'libdi? Ikki harf bo'lgan, ikkinchisi mutaharrik bo'lgan bo'lsa, nima de? Uni ikkinchi harfi mutaharrik ekan. Yuqorisi ikkinchi harf sokin bo'lib qolib qolsa, gap bitgan. Uni hamzaga tabdil qilgan bo'lgan. Ammo shu ikki hamziniki ikkinchi mutaharrik harakat qilib qolibdi. Ya'ni uning harakati endi fatha bo'libdi. Harakaticho bu ikkinchi harfning harakati fatha bo'lib qolibdi. Avodim degan o'xshash. Bunun maqablisini ikkinchi harfninki maqablisini harakatiki, ya'ni birinchi harfning harakati ham fatha bo'libdi. Fatha bo'libdi yoki dam bo'libdi. Agar fatha qilinsa, damning oqisida yo fathaning oqisida shu. Sakin bo'lsa yuqorida gap tugan, uni hamza qalb qilishib bitgan, ikkinchi harf sakin bo'lsa. Agar shu ikkinchi harf fatha bo'libdi, fathaniki oqis keldi. Agar fatha qilinib qolibdi ikkinchi harf. Qachon bu ikkinchi harf yo damning oqisi kelibdi, yo fathaning oqisi kelibdi ikkinchi harf. Ammo fatha bo'libdi. Yo'tkilindi buni bu ikkinchi harfni vav yo'tkildi deydi. Masalan, odam desak, onunki nimisi cem ismike adam adam adim yaki adam cem'uhu adim. Bunun ikinci harf ne? Bu ikinci harf kalpaksak hareketli oldu bana. Hem bu ne oldu? Fatha oldu. Fatha oldu ki fathanın aksın geldi. İsra zemmin ev fathin kulüp diyor şu. Eğer ikinci harf fatha olsa. Bu fathanın aksın geldi. Mana. İkinci harf fatha, ikinci hamza fatha oldu. Evvel hamziki fatadaki fathanın aksılı. Mana kelgan bo'lsa. Ev dammin.
yoki damning oqsin kelibdi bu ikkinchisi. U aydim. U ay u aydin dedik. Odamning tasg'irisi uvaydim bunda kelganda odam uvaydim. Mana bu uvaydim dedik. Uvaydim. Odam tasg'iruhu onu kichiklasak uaydam. İki hamza kelib qoldi. Bu ikkinchi hamza avvalgi hamzadinki dam bo'lgan hamzaning oxirisi kelib qoldi. Isra zammin degan shu. Zamning oxirisi kelib qoldi. Bunda xo'p qolgan bo'lsa qanday qilindi? Yo'tkilindi. Bu hamzini vovga yo'tkiladi. Masalan, odam desak jam'i ism bo'lgan avad adim yoki odam adim o'zran. Odam jam'uhu adim. İkinci harfni vovga yo'ttirki vaqtim deymiz, avadim deymiz deydi. Avadim deb o'qiladi. Damın aqsın kelgini qaysi deganda, uni masalan odamning tasqirisini tasqirsak, u aydim. Bunda tasqir qilinganda, u aydim. Mana bu ikkinchi harf dammin aqsın keldi. Buni mu qanday qilamiz? Bu ikkinchi harf bo'lgan, ikkinchi hamzini yana. Buni mu vav o'tkaymizki, u aydimni chu u aydim. Mana deymiz deydi. إن يبتحث رزم أو فتح قلب واوا ويا إن أس واوا ويا إن إسر كسر ينقلب. خوش ام bu ikkinchi harf mutaharrik bo'lsa, mana bundaq sakin bo'lsa, uni madga o'tkazadigan bo'ldik. Amana degandek, asl amanati. Agar uningki fatha qilib qolsa, ya'ni harakat qilsa, ikkinchisi uni qanday qilgan bo'ldik? İkinci harfni vav o'tkazgan bo'ldik. O agar fathaning yoki damning oqsin kelgan bo'lsa. Yeni bir shakli ham buniki buning ilgakisinki u hamzaning maqabisining harakati kasrib qilibdi. Uni qanday qilindi deganda uni yog' o'tkaziladi. Va ya in isra kasrin yanqalib. Vavanav vavan va ya in isra kasrin yanqalib. Vavan ma beytniki sadr keldi. Va yog'i küldemini. O yağki kesrinin keyni kegen yağa yütkülüdü. Mesela yemun depti. Yemun. Bu emmeden mahuzken de bunun cemisço i'memun kelki. Ana asısı yemunun asısı yemun. Asısı bu emmeden mahuz olan bulup kasada hemen de imam boldu bu digendek mesela. Bunun asısı i'memunken. Bu yerdeki evvel mimnin hareketini üzün ilgaki olan hemzikço bir öğretildi. İbdal kılındı. İ'memun dedik. İşte mim bir ekip kalanda işte hemze hem işte mim hem. Evvel mimnin hareketini zeverini evvel ikinci hemzigi verdik. Bu sak nim boldu bu? İ'em mun olup kaldı. İdgam kılındı mimni mimga şundan i'emmun boldu deydi. Ma suretimizde bu ikinci hemzinin üzünçü yuğa ötküldü ki i'emmunun üzerine i'emmun ondak değildi o deydi. Ay ikinci hemzinin üzerine ikincisine yağ ötküldü. Kaçan? Muşu ya kesirinin aksız kelgen bolsa buçu yağmın kılıp buludu deydi. Muşun oxşaş. İyemmun aslisi nime emmedin.
Bu iyemunun aslisi i'memun. İyemun onun aslisi i'memun. Qandaq oldu degende avvalgi mimning harakati bo'lgan i'memun zavirini ikkinchi hamzaga berdik. İ'memun sakin bo'lgan hamzaga. Burvasak nima bo'ldi hamda bu i'amun bo'ldi. İdgam şart mevzulda mim bilen mim aralig'ida. Chunki avvalgi mim sakin, ikkinchi harakat, ikkinchi mim harakatlik. Bu mimni mimga idgam qilyaptik. İ'amun oldu. Bu hamzini, bu ikkinchi hamzini i'amundiki. Qanday qildik? Yog' o'tkidik. Şonlan i'amun oldu. Bu olsun musanifninki vaya an esri kesrin yenqalib degan beytning murodimuş şu. Zul kesri mutlaqan kada ve ma yudam vaven asır ma lem yekun lafzan atem deydi. Hem de ikkinchi hamza zir bo'lgan bo'lsa, kasrni eksib, ikkinchi hamza zir bo'libdi. Uni qanday qilindi? Mutlaqo yog' o'tkiladi. Mayli uning ilgagisi zavar olsun, ikkinchi hamza maqabisi zavar olsun, yoki zir olsun, yoki pish olsun. Masalan, ayinnu debdi. Ayinnu. Bu enne ye innu'dan chiqqan pil muzari ekan-da. Enne muzarisi enne ye innu. Parra ye pirru degandek enne ye innu. Bundaq chiqilganda. Mana keladi ekan. Bu ayinnu bo'lib qopti bu. Asli qiyos ayinnu bo'lishi kerak. Bu ikkinchi nimani qanday qilindi deganda tahbib najahtidan biroz yengillashtirildi. Qanday qilishlar bu ikkinchisini nima qilishlar tabdil qilishlar. İkinci hamzini-chu yog' o'tkashlar. In bo'lsa biroz arq-marqa hamiz kelib qolib qoldi, biroz tilga eg'ir bo'lib qoladi. Uning o'rniga ayinno desa biroz yengil bo'ldi ekanda. O'sha ikkinchi hamzini yog'i o'tkashlar. O'z harakatining jinsidan bo'lgan yog' o'tkashlar qanday qilib biroz yengillashtirildi. Buni ainnuning izini ayinnu qildik. Bu yerda ikkinchi hamza zirtdi. Bu o'zining harakatninki jinsidan bo'lgan ikkinchi harfni, ikkinchi nimani, hamzini o'z harakatining jinsidan bo'lgan yog' o'tkivatdiki, masalan kasra yoki yo o'zidan kasrga munosibdi. Yo kasrninki nimadanti şunun cinsizinti. Bu ikkinchi hamzini yog'i o'tkatdiki, innu vaqtning bo'ldi, ayinnu bo'ldi. Anna ayinnu. Anna masalan ainnu ya innu. Pil muzar mutakallim mındaq chiqilganda mana deyildi ainnu deb. Aslisi ainnuti. Lekin buni ayinnu deydi ekan. Anna ya innu ayinnu neyinnu degan o'xshash. Kasr negisimi shu mutlaqo. Qanday qilindi o? Mutlaqo deganlikning o'zi mayli bu uningdan ilgaki zavar olsun mayli, zir olsun mayli, pish olsun mayli deydi. Masalan, ayinnu deganda buningdan ilgakisi bo'ldi, bu hamzning burunqisi zavar oldu. Ayinnu. Ainnu. İkinci hamzının avvalgi hamzicho zavar oldu. Mesela onundan başka mesela iyimmun deb qo'ydik. Iyimmun. Bu ummundan kelgan ekan. Iyimmun. Aslisi
Ummun. İyimmun. Bu iyimmunun aslısı nimesi? İmimun. İmimun. Benim ikki harf yeni bir nimi geldi, bir kelimenin beşi geldi. Bu ikinci hemze hem de kesirden geldi. Bu zul kesri mutlakan kedarigine şurada. Hmm. İkinci hemze qachon kasr bo'lgan bo'lsa, zul kasrgancha ikkinchi hamza kasr bo'lgan bo'lsa, u mutlaqo kada. Mutlaq mayli avval qilsa, avval hamza. Zul kasr deganlikni o'zi ikkinchi hamza qartiladi. Ikkinchi hamza kasr bo'lgan bo'lsa, kasrni egis bo'lgan bo'lsa. Mutlaka deganligimiz yani birinchi hamza mayli u pish olsun, mayli zavar olsun, zir olsun, kada deganligimiz yana shunga o'xshash uni ya qanday qilindi uni yog'ga tegishib etildi, tabdil qilindi demakchi deydi. Masalan, iymun desak, bu aslisi bu ummundir. Aslisi nima? İymunun aslisi i'mimun. İ'mimun. Bu yerda nim bo'ldi deganda mimun. Bu ikkinchisi i, mimun dedik. Bu avvalgi mimning harakatini ikkinchi mimga burayotdik. Avvalgi mimning harakatini cho ikkinchi mimga. Mimni mimda idg'am qilindi. Mimun. Avvalgi mimning harakatini cho ikkinchi mimga idg'am qilindi. Naql qilindi. Naql qilindiki, mimni mimda idg'am qilindi. Naql qilinib bo'lgandan keyin mimda idg'am qilindi. U vaqtcha immun bo'ldi. Immun. İkinci hamzini hamdacho bunga tahbib qilindi. Tahbib qilindi ikkinchi hamzini o'zi harakatning jinsiga yo'tkab berishlan. Shundan bu immun bo'ldi. Biraz gap, biraz murakkab. İkincisi mesela iyimmun dedik. İyimmun. Bu kesrin egisi oldu ki bu nima ikkinchi hamza kasr oldu. Özren birinchi hamza kasr oldu. Mutlaka deganlikning o'zi yani bununki ilgakisi mayli maftuh olsun, mayli maksur, mayli mazmun bo'lsin. Buni qanday qilindi deganda shunga o'xshash ibdol qilindiki, buning o'zini ibdol qilinadi. Uni yog'a ibdol qilinadi demakchi endi bunida. Masalan, iyimmun dedik. İyimmun. İmmetun deganning o'zida İyimmun dedik. Buni aslısı i'mimun oldu. İ'mimun. Avvalgi mimning harakatini ikkinchi hamzaga o'zran. Avvalgi mimning harakatini mimun. Dikkat qil nozik ya. İyimmun. Aslısı mimun. Avvalgi mimninki harakatdagi kasrni ikkinchi hamzaga yapdikki mimun. Qarab baqsak, ikkinchi hamza nima sokin. Avvalgi hamza kasri, ikkinchi hamza sokin. Avvalgi mim kasra, ikkinchi mim damma. Mimun deganda. Ammo shu avvalgi mimning kasrisini ikkinchi hamzaki sokin bo'lgan mimun degan ikkinchi hamzaga berdik-ki immun oldu. İdgam qilindi mimni mimga shundan immun oldu deydi. Immun oldu. Şundan bunu biraz bu kesre yağ münasip deb turib
o'zing munosabatni qo'g'lab turib, e'tibor qilib turib, bu kasrni immun degan ya kasrga ya munosib turib, bu hamzini yaga ibdal qilibyotdik. İyimmun oldu. Zul kesri mutlaqan kada demiş. Hem üçüncüsü. Hoş. Bunun da hem de zul kesri mutlaqan kada deganlikni nima ishorat bu, nima murod bu beytdan ise ikkinchi hamza agar zirub qilib qolsa mutlaqo uni yog' o'tkiladi deyildi. Ikkinchi hamza agar qachon maksur bo'lib qolsa zul kasr deganlik o'zi ikkinchi hamzaning uzun kasr bo'lganligini murod. Shuni ko'rsatmoqchi. Kasrni egisi deganlik o'zi ikkinchi hamza immun masalan innu masalan degan o'xshash. Innu desa bu nimdan bo'ldi bu fathadan keyin bo'ldi. Ama ikkinchi hamza kasr negisi oldu. Bunun üzümü qanday qildik? Yog' o'tkivatdikki, inuni ayinnu oldu. Mutlaqo degan bu. İkinci suratda masalan ammadin iyimmu iyimmu chiqdi deganda iyimmu aslisi imimu. Bu nim bo'ldi? İkinci hamza bu yana nim bo'ldi? Bu kasrdan keyin keldi. İkincisi kasrdan keyin bo'ldi. İkincisi ham nima? Mimun. Bu kasrdan keyin keldi. Mutlaqo degan. Bu vaqtning uzumi masalan ana el degandek iyimmun. Mimning harakatini ikkinchi hamzaga ba'doq immun oldu. İdgam qilindi. İdgam qilyaptik. Immun oldu. İdgam shart qilish oldu. Ya kasr munosib bu nimanicho bu yerdagi hamzani yag'otga immun oldu dedik. İkinci so'ratma. Üçüncüsü mutlaqo bo'lganlik deganligimiz uch xil holatda demakchi-da. Masalan ayin uinnu deydi. Uinnu. Uinnu. Anna yuinnudan uinnu chiqdi deganda. Bu uinnu asoschi u nino. Uinnu asosi u nino dedik mana. Bu mutlaqoki yana bu kasrning egisi bu nim bo'ldi? Bu yerda damma degan keldi. U nino dedik. Bu ham fil muzari. U innu aslisi u nino. Qanday qildi deganda buni odami u nino. Nunning avval nunning kasrisini ikkinchi hamzaga berdik. U in nu oldu-da o chaqda. U in nu. U ninoninki u nino degan holatda avvalgi nunninki kasrisi u nino. Avval hamzaga berdik, ikkinchi hamzaga berdikki as u ninote u in nu oldu. Avval nun sakin qoldi ya vaqtda. Avval nunning kasrisini avval ikkinchi hamzaga urayotgan ekan u in nu oldu. Nunga idg'am qilyaptik. U in nu oldu. Maholatni o'zida bu u innu bu hamzani nima qalb qilamiz? Ya qalb qilyapmizki uyinnu bo'ladi deydi. Chunki uyinnu mana bo'ladi deydi. U innu buni uyinnu bunda bo'ldi deydi. Xo'sh. وما يضم ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم. Xo'sh, nima gap tugdi? Zul kasr mutlaqan kada bu tugdi. Am bir narsiki dam o'qiladi u narsani o'zini. Uni yurigin vav yurayotgan deydi. Va ma yudam asir vavan demakchi-da. Dam qilgan narsani o'zincha sen u vaqtda uni sen nima ko'rayotgan?
Vav yürüyotgan. Vav götüyot. Masalan, ubbu depdik. Bunun cemisi nima ekan? Ubbu. Asli buniki bubun olmoqchi da bu. Bir o'tloq deganda gapga abba. Sura va nazatim ya chiqadi ya. Abasadimi ya. Abba deb bir oyat bor. Kelim bor. O'tloq demakchi abba deganlar. Asli shu bubu. Bubu. İkinci hamzinin bo'ldi. E, Masalan, e, ikkinchi hamza bu yerda masalan ubbu dedik. Ubbu. Bu abning jamisi. U bo'lsa ab degan gap nima? O'tloq dedik. Bubu. Af'ulu. Vazn bo'ldi. A- Apu'ulu. Ya abu ubu. Aububu. Aububu. Abbun onun jamisi aububu. Bunda qoldi ki. İkinci hamza mazmum. Aububu. Abbun jam'uhu aububu. Aububun. Bunda qoldi ki. İkinci hamza qarab baqsaq mazmun. Aububun dedik. Bu ikinci hamzanın uzun vav ötküldü geçiyor. Vav ötkülü ötüldü. Meyli bu evvel hamza petha olsun. Meyli o evvel kısı zır olsun ya damb olsun. Mesela evvel hamzın petha oğunu. Evubbun dedik. Evubbun. Evubbun dedik. Əslisi bu nimligente bu evubbunun əslisi bu ebden cemisi olan bulup əslisi şu eububun degendik. İkinci hamza benim mayada damb oldu. Bunu çoğu vav götküttük. Eububun oldu hem de bu. Eububun bunu vav götküdük. Nim oldu? Eububun. Hem bunun eynin hareketini onun pasıgıt yapmadık. Eynin hareketini. Eububun. Dedik ma? Eynin hareketi, ay b'nin hareketini pasıgıt yapmadık. Pasıgıt yapmadık. O vakitte eub evvelki B nim bo'ldi? Pasiki birinchi hamza o'tkab bergandan keyin B men sokin qoldi hamda bu. B harakatni ikkinchi hamza o'tkab bergandan keyin u bu bunning o'zini B'ninki avvalgi B'ning harakatni ikkinchi hamzaga o'tkab bergandan keyin pishni ya'ni B'ni pishni o'tkab bergandan keyin nim bo'ldi? Yani avvalgi B'ning harakatni ikkinchi hamzaga ya'ni vav deydi. İkinci hamza vav o'tkab bo'ldik masalan. Avububun degani o'zida. Ikkinchi B'ning ki avvalgi B'ning pishini zammisini vav o'tkab berdikki avubun bo'ldi. Avubun. İdgam şart mevcut oldu. Avvalgi sakin ikkinchi harakatlik. Buni sakin bo'lgan bani harakat qilgan baga idg'am qilib kirgizatdik. Avubun bo'ldi. Buni o'xshashaydi. Mana mana shunday ikkinchi hamza mazmun bo'lgani misol va u. Ububun. Ha? Abbun onun jam'isi nima? Ubbun. Ubbunning jam'isi nima deganda? Ububun. Bu qanday qilib bu ubbun bo'ldi deganda buning aynning harakatniki yana birinchi ba'ning harakatini onun pasig'iki ayna yilqi yetkilib ketgan manqul bo'lgan hamzin manqul bo'lgan vovga ippadoq avub buni oldu idg'am shart mavjud oldu idg'am qilyapti avub buni oldu deydi. Demek mındaq zam qılınğan nəsinin üzünə qanda qılınğan və ma yudammu. Vavan asır, vağa ürvatqın. Vav hütkvatqın deydi. Hoş.
Vavan asir malem yakun lafzan atam. Yani malem yakun lafzan atam deganlikning o'zi. Yani şu ikinci mezmum boğan hamza vav g'yrildi qachon bir taraf bo'lmasa bir taraf kelmasa deydi. Masalan, masalan qaro debdi, qarao. İkinci hamzini yog' o'tkildiki qaraya mana xo'p qolib qoldi ekanda. Shu qanday desa, masalan, ikkinchi mazmun bo'lgan hamza cho'qim vav g'yrildi. Qachon bir tarafda bo'lmasa. Labzan atam degani ikkinchi nima? İkinci mazmun bo'lgan hamza vav g'yrildi. Bir tarafda bo'lmasa. Agar vav bir taraf bo'lib qolib qolsa, mutlaqo ya g'yrilib ketadi deydi. İkinci mazmun bo'lgan hamza vav g'yrildi. Bir taraf bo'lmasa, hozirgi ashnimedak, masalan, aubbun, nima? Aubbun degandek. Man bir taraf bo'lmadi. Agar bir taraf bo'lib qolib qolsa deganda, bir taraf bo'lib qolib qolsa, bu vav g'urilmay, ya g'urildi deydi. Ma'lum yakun lafzan atam degani. Yani bir taraf bo'lgan atam bir kelimeni tamam qilgan bir lafz bo'lmasa deganlikni kelimaning bir oxirida bo'lib qolmasiki, bir tarafda kelmasa deydi. Xo'sh. فذاك يا أن مطلقا جاء ونحوه وجهين بي ثاني ونحوه وجهين بي ثانيه خوش. hem de şu fezake ya en mutlaka caa ve Hmm, Hoş. Hem de onun mutlaka fezake ya en mutlakan caa ve Yani bunun da eğer hem de ikinci hemze zembub kaptı. Onun makabilse fethi yoktu. Mesela ne mi deyimiz desek ummu deptik. Ummu. Emme'nin muzarisi de emmeye ummu. O şunusuz. İkinci hemze ummu. İkinci hemze zembubtu. Ve onun makabilse fethe yoktu. Onun makabilse fethe yoktu. Yani ummu. İkinci hemze ummu. Zever oldu ne? Onun makam ikinci hemzinin ilgak hemze zever oldu. İkinci hemze zammu oldu. Ummu. Evvel hemze zever oldu. Ummu. Bu alet unzumu boludu evvel hemze mütekellim için boğan evvel ummu degen mütekellimninki ummu ne ummu degen. Bu mütekellim için boğan hemze bunu da iki veci durosaydı. Bunun meyli vav gülkosaq meyli ki nima avummu desek meyli. İbdal mı durus ve tahkik mi durus deydi. Avummu ve bunun okşaşları bununki ikincisi de avummu ve onun avummunun okşaşları nimi de ummu ve ummunun okşaşları maksat kılın iki vecihini emmeye ummu. Maksat kılın iki vecihini onun ikincisi de. Aş işkemizin ikincisi jo
Ummunun o'qishida ikki vajini maqsad qilginki, ya ibdol qilginki, ummu degan yoki o'z pet qoldirib, uni kelgan paytda ummu degan deydi. Xo'sh. Ha. ويا ويا أقلب ويا أنقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو زف على. ويا أنقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو زف على. آه. أمد ألف كسردين كن كبقبت كبقب قبقاسا ونجو ياغا قلب قلش ياغا إبدال قلبتش vacip buludu dedi. Yet kuvvetken nimene kaçan düşse elip kestirdin kin kip kap kap kalsa. O elipni yağı yet kuvvetken dedi. Yet kuvvetken elipni yağı. İklib pil emri. Elipen birinci mef'ule, yağın ikinci mef'ule. Yet kuvvetken elipni yağı. Kaçan kestiren tala. Eğer bu elip kesirge talip kesirge egişip kalgan bolsa deydi. Mesela misbah dedik. Misbah. Bunun da misbah dedik. Bu elip ana kesrinin aksi geldi ki misbah dedik. Elip harf mim meksurunun aksi geldi. Bu elipni cemi kançakçı yağ ötkeysen ki mesabih deysen deydi. Mesabih, dinar, denanir degan o'xshash deydi. Kasrdan kelib qolib qolsa, uni yog' o'tkazish vojib bo'ladi deydi. Uni hargiz hamzga kombinatsiya tushirib o'tirma demoqchi ekanda. Xo'sh. أو ياء تصغير واو بواو زفعلة yoki shunga o'xshash agar undan burun yo tasg'ir kelib qolib qolsa. Agar undan burun yo tasg'ir kelib qolibdi. G'azal degani o'zicha g'azal. Buni g'azal, g'uzayyil deb to'xta. Qazal, quzayyil deb. Buning uzumi qanday qilindi degan mush elifning uzine yog' o'tganki g'uzayyil. Biri uzun tasg'irsi yo tasg'ir. Mana buningdan burun bu elifdan burun tasg'irni yoz kelib qolibdi. G'uzayyil degandek. Bu suratning uzumicha buni yog' o'tkazgan deydi bu elifni. Xo'sh, vaqt e'tibori bilan o'sha to'xtab qolamiz. Darsimiz davom keyingi soat bo'ladi va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.